Diqqat, bu video asl kontentning tarjima va dublyaj qilingan versiyasi. Men asl videoning egasi emasman. Barcha huquqlar Kambotga tegishli. Men bu jitilni deyarli 2 soatdan beri qidiryapman. Uja qornim ham ochib ketdi. Qani ovqat olish uchun uyimga boraychi. Yo, barchangizga salom do'stlar. Mening ismim Kambot va mening yangi videomga xush kelibsiz. Men hozir jigarrang kiyimli jitil bilan bekimacha o'ynayapman, lekin to'g'risini aytsam juda ham charchab ketdim. Uni qidirayotganimga 2 soat bo'ldi, balki yana ham ko'proq, bilmadim. Lekin uni hali ham topa olganim yo'q. Men juda ham hayratdaman, chunki jitil odatda yaxshi bekinishni bilishmaydi, lekin bunisini hech qatdan topib bo'lmayapti. Mayli, unda ozgina narsa olib uni qidirishda davom etaman. Okey, unda keraksiz narsalarimni sandiqqa qo'yib, to'g'ri uni uyiga yuguraman. U mana shu uyda bo'lishi kerak. To'g'risini aytsam, bu yerda 25 marta qidirdim, lekin bilmadim. Balki 26-martasida mashik kitoblarning orasiga bekingandir. Yoki mana bu sandiqda. Yo'q, sandiq ham bo'sh. Kirvatni tagini ham allaqachon qaradim bo'ldi. Qani endi u jitil. Men uni hech qatdan topa olmayapman. Даже hozir u bilan bekimacha o'ynashni ham boshqa xohlamayman. Boshqa hech qachon u bilan o'ynamayman. Quduqni ham qaraganman. To'xtanglar-chi? Yo'q, kiyimi jigaring bo'lgani uchun o'sha jitilga o'xshar ekan. Mayli do'stlar, hech qisi yo'q, yana ozgina qidiramiz. Balki men bu yonimizdagi uydadir. Qani mana oynasidan qarasam, ko'rinadi. Yo'q, bu yerda emas. Mana bu yonni ham qaradim. To'xtanglar-chi, to'xtanglar. Sizlar uni ko'rdinglarmi do'stlar? Mana bu yerda chap tarafda turibdi. Menimcha men uni topdim hozir. Bo'l, sekin bildirmasdan mana shu yerdan sekin boraman. Ovoz chiqarmasdan sekin. Jundimisan, nega unaqa qo'rqitasan? Jitil, baribir seni topdim. Nima bu? Qanaqa berkin olgansan o'zi? 2 soatdan beri topa olmaysan, men shu yerda turibman. Fu senga. Nima deganing bu? Bir to'la oyga uchib ketmabsan-da, men seni bu yerdan qanaqa topaman o'zi? Devorning ichida turibsan. Ha, men buni atilabdan qildim. Har holda bu ishladi. Sen meni 2 soat qidirding. Lekin sen meni umuman topa olmaysan. Chunki hozir seni galing. Mayli, men ketdim. Endi sen qidirasan meni. Bo'l, sanashni boshla. To'xta, 1 sekundga qarab yordi. Men bu yerda o'zimni devor ichiga tiqib qo'ydim, lekin qanaqa chiqib ketishni bilmayman. Jitil, sen dahosan. Mayli, kutib tur, men hozir kirib olib kelaman. Do'stlar, jitil o'zini devor ichiga tiqib qo'yibdi. Nega uni 2 soat topolmaganim endi tushunarli. U juda ham yaxshi berkinibdi. Lekin men undan ham yaxshiroq joy topaman. Kravatni tagiga, misol uchun, yoki balki mana stolni tagiga. Yo'q, bu ahmoqona g'oya. U hech qachon meni topa olmaydigan joyga berkinishim kerak. Balki qanaqadir qilib o'zimni kamuflyaj qilarman. Men hammasini eshitib turibman. Okey, bolalar, kamuflyaj qila olmaymiz endi. Davay, Kapot, men 10 gacha sanayman. Yo'q, men 100 gacha sanaganman. Mayli, unda men ham 100 gacha sanayman. Bor, bekin. Men seni tezgina topib olaman. Xohlagan joyingga bekin. Ko'ramiz. Qani do'stlar, tezroq yugurib bekinamiz. Salom. Mana bu yerdagi uylarga bekinsam bo'ladi. Misol uchun men bunisiga yoki bunisiga. Jitil aniq bu yoqqa kirmaydi. Yoki yo'q, men bu yerda shunchaki tursam, aniq bilinib qoladi. Yaxshisi men ham bloklarning ichiga kirib olaman. Qanaqa qildi u jitil o'zi? Mayli, men xuddi shunaqa qilaman. U meni topa olmaydi. Bo'ldi, sekinroq bo'ldi. Kimdir kirdi bu yoqqa. Bo'ldi, ehtiyot bo'lib, jim o'tiraman. Umid qilamanki, bu jitil emas. Yo'qol bu yerdan, Nima, sen jigarrangdagi jitildan bu yerda bekinib o'tiribsanmi? Ha, biz bekinmacha o'ynayapmiz. Bo'ldi, blokni qo'y, ket bu yerdan. Qanaqa qilib u seni bu yerdan tez topib oladi? Hozir meni fosh qilib qo'yasan. Bo'ldi, tez ket. Yo'q, to'xta, men senga aksincha yordam bermoqchiman. Hozir menga qanaqa yordam beryapsan? Uyimda senga kerakli narsa bor, yur ko'rsataman. Xudo, umid qilamanki bu qanaqadir aldamayapti. Stop, men to'g'ri tushundimmi? Sen qanaqadir transformator yasadingmi? Aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, bu o'zgartirgich 9800. Xo'sh, u nima qiladi? Ha, o'zgartirgich o'zgartiradi. To'g'ri, Kambot, sen o'zing xohlagan narsaga o'zgarishing mumkin. To'xtachi, unda meni jitil hech qanaqasiga topa olmaydi. Men rostdan ham xohlagan narsamga aylanishim mumkinmi? Misol uchun divanga. Ha, albatta, Kambot, bo'la qol. Rahmat senga jitil, unda bo'ldi, bo'la qol. Menimcha sanab bo'lgan. U hozir meni qidirishga keladi. To'xta, lekin men divanga aylanishni xohlamayman. Men devorga aylanmoqchiman. Kambot, lekin bu mashina bilan sen nimaga aylanishini biz hal qila olmaymiz. Bu seni random narsaga aylantirib qo'yishi mumkin. Unda bu ancha xavfli. Yo'q, lekin xavotir olma, sen har doim orqaga qayta olasan. Ha, unda yaxshi. Mayli, unda boshladik. Bo'loqo, hamma tugmalarni bos. Buni yoqaman, buni o'chiraman, bunisini. Sen hozir nimani his qilyapsan? Buni ichi isib ketayotganini his qilyapman. Bo'ldi, unda hamma narsasi ishlashi kerak. Yaxshi, seni bola chaqang yo'q. To'xta, bu nima degani? To'xta. Nima bo'ldi? Men o'zgardimmi? Qatiyap ozgina. Nahotki bu ishlayapti. Xo'p, unda men nimaga aylandim? Qani ko'raychi. Yo'q do'stlar, men eshiyman. Jitil, men eshiyman. Buni orqaga qaytarsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta, sen xavotir olma, borib bekin. Kelganingdan keyin seni o'z holingga qaytaraman. Do'stlar, men topa olmaydi, chunki men eshiyman. Bo'ldi, keting endi bu yoqdan.
Hozir eshikni ochadi. Opa, qochildi, bo'ldi, ketdik. Qayoqqa bekinsam ekan? O, jitil bo'ldi. Mana shu yoqqa bekinamiz. To'g'ri turib olishim kerak. Mana ideal bo'ldi. Mana shunda o'tiraman endi. Ozgina buyoqroq, ozgina to'g'rilayman va bo'ldi. Mana shundoq bo'ldi. Qimirlamaslik kerak. Chunki u kelyapti. Mana u. Manzaradan ko'rdim. Kapot shu tarafga yugurib ketdi. Shu atrofda berkingan bo'lishi kerak. O do'stlar, u g'irromlik qilibdi. U poylabdi. Lekin mayli, hech qisi yo'q, chunki men eshikligimni bilmaydi u. Mayli, unda qidirishni vaqti keldi. Xo'sh, yonlarga qaraymiz va mamnunga kiramiz. Qani, eshikchi ochila qolchi. Yo'q. Ochil. Do'stlar, u sal qoldi men topib qo'yishiga. Qaranglar, meni chekka surib qo'ydi. Ozgina to'g'rilab olaman endi. Nimaga bu ochilmayapti? Qani, ochila qol endi. Hozir u bilib qoladi do'stlar. Yaxshisi ochilgandek qilamiz mana bunaqa qilib. Bu eski eshik o'zi ochilib ketdimi? Bu yerda u yo'q. U qarashning hojati yo'q, chunki bu eski va bo'sh uy. Ha, bor, keta qol, bu shunchaki eski uy. Bolalar, u meni ko'rmadi, qaranglar, mana shu eshikni shunchaki bundoq qilib burdim, bo'ldi. U meni ishondi. Bo'ldi. Yana qaytadan joyimga turib olaman va mana shu yerda turaman o'yin tugagungacha. Har holda men prosta eshikman. Lekin bu yerda juda ham zerikarli. Balkim daryolarga borib kelar mana. Jidil qaramay turganda tez bu yoqqa o'tib olaman. Qani yugurdim, mana shu eshikni o'rniga turib olaman. Tushunmadim, nima bo'ldi hozir bu yerda? Mana eshik bilan nimadir bo'ldimi? Yo'q, men vaqtida turib oldim. Qaranglar, joyiga turib olganimni eski eshikning o'rniga. Menimcha shunchaki shunaqa tuyuldi. Mayli, kompotni qidirishda davom etaman. Ha, bor, qidir. Yo'q, bu ishlayapti. Kompot, qarisan, chetdamisan yo'qmi? Yo'q, xudoyim. Salom. Salom Jital. Ha, men seni tushunaman. Eshik bilan gaplashish g'alati. Men seni kameradan ko'rib turdim, kompot. Bu juda ham kulgili bo'ldi. Ha, bu menga ham juda yoqdi. Eshik bo'lish ham yoqdi. Davay boshqa narsaga ham sinab ko'ramiz. Mayli. Jital, nima bo'ldim? Nima bo'ldi? Qani chiqichi? Men chiqolmayapman. Yo'q, qani hech bo'lmasa o'girilib ko'raychi. Nima bo'ldim o'zi? Nima? Men tushunmadim. Nima men o'zi? Men skameykamanmi? Ha, ba'zida shunaqa bo'lishi ham mumkin. Bizning qishlog'imizda yo'q narsalarga ham aylanib qolishi mumkin edi. Tushundim. Ha, bu zo'r, lekin men qanaqa bekinaman hozir? Qishlog'imizda skameykalar yo'q-ku. O'tir olma, kompot. Baribir sen kompotligini bilmaydi-ku. Ha, to'g'ri aytsan, mayli, unda borib bekinaman. Umid qilamanki, meni tutib olmaydi. Hozir betdan chiqib olsam bo'ldi. Buncha skameyka bo'lish qiyin. Uzr Jital, endi narvondan chiqsam, amallab qanaqadir qilib chiqdim. Endi yonmachasi sekin o'tib ketsam bo'ldi, chiqdim. Skameyka ozodlikka chiqdi, bo'ldi. Men endi bekinsam bo'ladi. Qaranglar, bu qanchalik kulgili ko'rinyapti. Skameyka yurib ketyapti. Muhimi qo'lga tushib qolmaslik. Endi men qayoqqa tursam bo'ladi? Qanaqa qilib bekinaman? Yaxshi uzoqroqqa ketmayman, lekin bizda skameyka yo'q. Qayoqqa turaman? Bo'ldi. Shu yoqqa turib olaman. Yana qancha qidirish mumkin bu kompotni? Qanaqasiga u shunchalik zo'r bekirishga joy topdi? Shu ko'chani yana qidirib ko'raman. To'xtachi, nima bu? Skameykami? Bizning qishlog'imizga skameykka qatdan kelib qoldi. Bu yerda hech narsa yo'q edi-ku. Lekin mayli, men juda ham charchadim. Mayli, shuni ustida ozgina o'tiraman. Nima bo'ldi? Men qatdandir kompot ovozini eshitdim. Demak, o'sha yerda bo'lishi kerak. Masalan, men bu uyda. Do'stlar, juda ham yomon bo'ldi. Nima palo bu Jital necha kilo o'zi? Bo'ldi, ketdim. Yaxshisi boshqa joyga bekinaman, lekin uzoqqa ketmayman. Mana shu uyning oldiga bekinsam ham bo'ladi. Prosta mana shu bitta joyda turaman. Skameyka boshqa nima ham qilardi, to'g'rimi? Tushunarli. Demak, kompot bu uyda emas. Unda boshqa joydan qidiraman. Yaxshi skameykada o'tirib xatdan qidirishni o'ylab olaman. Bu yerda skameyka bor edi-ku hozirgina. Qayoqqa ketdi? Nima bo'pti o'zi? Kim oldi skameykani? Qani, kim oldi? Qayoqqa ketdi? Men o'tirib dam olishni xohlagan edim. Qani, mana qayoqda ekan? Shu yerda o'tirib endi o'ylab olsam bo'ladi. Xo'sh, Jital, o'yla. Qayoqda bo'lishi mumkin kompot? Iltimos Jital, tezroq o'yla. Men boshqa chidab tura olmayman. Men o'sha hamma joyda qaradim, qishloqda hech qayoqqa qolmadim. Mayli, oxirgi marta yana bitta hamma joyni qarab aylanib kelaman. Va nihoyat. Tasavvur ham qila olmaysizlar, qanaqa qilib bu Jitalni ko'tarib turish qiyinligini. Skameykani hayoti oson emas ekan. U hozir yana meni qidirishga ketdi, lekin baribir topa olmaydi. Qiziq, necha soat bo'ldigan qidirayotganiga. Bilasizlarmi do'stlar, hozir men bu yerda o'tirib nimani tushundim. Skameyka bo'lish juda ham zerikarli ekan. Bitta joyda prosta turasiz, hech narsa qila olmaysiz. Bo'ldi, jonimga tegib ketdi kompot. Mayli, men taslim bo'ldim, qatdasan chiqa qol. Bo'ldi, yutqazdim. Yo'q do'stlar, eshitdinglarmi? U taslim bo'ldi, yutqazdi. Urre, va nihoyat yutdik sizlar bilan. Endi oq Jitalni oldiga boraman. Skameykani endi o'z holiga kompotga qaytarsin. Qani tezroq.
Kirolmayapman. Okey, yonmachasi kiramiz. Mana Jitel. Bo'ldi mana do'stlar, men o'z holimga qaytdim. Endi yana kompotman. Tezroq borib Jitelga hozir hammasini aytib beraman. Yoki balki hammasini aytmasammikan? O, kapot, qatta deysan, qatga bekinding? Men bekindim Jitel, lekin kim yutqazdi? Hop, tan olaman, men yutqazdim, lekin menga endi qanaqa qilibsan bunaqa zo'r bekinding? Mana mash dedim man. Lekin men bu yerda 500 marta tekshirdim. Men suvning ichiga kirib oluvdim. Men suvni ham tekshirdim. Men suvga tushib, keyin qazib yerga tushib oldim. Men qattan bilaman suvni tagida qazib ko'rish kerakligini. Bekinni buzishni ham xohlamasdim, lekin kapot sen zo'r bekinayotgansan. Rahmat Jitel, yana bitta o'ynaysanmi? Yo'q, kapot, men juda ham charchadim, ketdim, uxlayman. Mayli Jitel, xayrli tun, yaxshi dam ol. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Bu berkinishni eng zo'r usuli ekan. Bu juda ham zo'r bo'ldi. Sizlarga ham buni sinab ko'rishni maslahat beraman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat, sizlarga ham xayr.